Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana yana bitta neoplastik ishimizni o'z xonadon egalariga o'rnatib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin, burchak holatda bo'lgan ishimiz. Bularimiz ichlarida обязательно bonuslariga qilib berganmiz. Musulchilarimiz yaxshi smesitirlar ba'zan filmaniki. Kargo suzuvchilarimiz ham joylab berganmiz. Xonadonlarga keladigan bo'lsak, tandem mexanizmi davulchilikda bo'lgan. Shkoflari ham chuqurgina. Yuqori qismida esa ikkita polkalarga berganmiz. Ko'rishinglar mumkin chiroyli qilib. Bu yerda esa sushilkalarni joylab berganmiz. Do'stlar, bu ishimizga keladigan bo'lsak, asosiy joyi рабочий zonasi искусственный toshdan bo'lgan. Chekalari ham plyonchislari o'zidan quyilgan holatda bo'ladi. Orqalari esa kafil granit. Svetlarni ham montaj qilib berganmiz, diodlarni. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar.